Shunaqa supurgi tayyorlay olaman deb o'ylaysizmi? Albatta, odam qilgan ish odam qiladi. Yigit kishiga qirq hunar oz. Ko'rarkanmiz-da, biz bugun mana shunaqa supurgilarni mahorat bilan yasaydigan xonadonga keldik. Halilullo aka 14 yoshdan beri supurgi yasash bilan shug'ullanib kelar ekanlar. Hozir yoshlari 60 ta ekan. Kuniga 100 ga yaqin supurgilarni yasay olar ekanlar. Rossiya deyapti, mana shu ulonman deyiladi. Buni aslida men ichida dekonchilik qilgan odam yutadi. Misol to'g'risiga 1 gektardan bo'lmadi deganda kami 2000 ta supurgi olinadi. Bu mehnat. Mana shunday sifatli supurgilarni yasab kelayotgan Halilulloh akani To'raqo'rg'on tumanida tanimaydigan inson bo'lmasa kerak. Majnuntol mahallasida yashovchi Halilulloh akani mahsulotlari sifatli bo'lgani uchun viloyatning barcha tumanlariga buyurtma asosida tayyorlab berishar ekan. Supurgini donasini 30 ming so'mdan sotishar ekan. Qarang Dilfuza, bu supurgilarning rangi har xil.